seni ogohlantirdim. Mana shu odamlar va maxluqlar olammi? Foydasi yo'q, char uyg'onmagunicha nagmirga ishlashimga to'g'ri keladi. Xo'sh, hech kim yo'qligida dam olyapsan, kichik birov. Sen biroz adashib yuboribman. Sen biroz ukamga o'xshar ekansan. Men seni oldin ko'rmagan ekanman. Mayli, lekin Halloween bayrami allaqachon tugagan agar bilsang. Ko'rinishingdan charchaganga o'xshaysan, omadli ekansan, chunki men hozirgina takka olgan edim. Bu ukam uchun edi, ammo o'zimniki ham berishim mumkin agar istasang. Bu ajoyib ovqat, odamlar tayyorlashgan nomi ham antiqa, to'g'rimi? Taco! Mana enik ularni qayerdan olar ekan. Sen mavoda ukam sen bilan tanish emasmisizlar? Chunki ikkovingizdan zo'r do'st chiqardi. Shokolad! Yo'q, u meniki. Ikkovingiz tezda bizga yordam beringlar. Qo'yi, zo'r kiyim ekansan. Yo'q, u mening ukam emas. U shunchaki boshqa maxluq. Bu olam aholisi nega menikiga o'xshaydi? Hammaga salom. Men sizlar uchun pirog tayyorladim. Salom kichkintoy, yaxshimisan? Biroz pirog yeysanmi? Nima qilyapsan? Men o'z ishimni tugatishim kerak, akajon. Yer osti laboratoriyasida buncha narsa ko'p bo'lmasa. Nima kerak odam? Buni menga andayin bergan edi. Bu men, sen va Papayus yangi uyimiz devorini bo'yash uchun kerak bo'ladi. Bizni kutib ol, yangi uy. Qani ishni davom ettiraylik. Hech qisi yo'q odam. Biz yana boshqa yo'q. Qo'yil, biz aks to'shlar yaratib qo'ydik. Enik, bu senmi? Salom, anchadan beri ko'rishmagan edik. Bu ikkasiga e'tibor berma, ular yaqinda o'ladigan aks to'sh mavjudotlar. Jiddiy aytyapsanmi? Rostdan ham yaxshi hazil bo'ldi, bu kulgili emas. Tanishganimdan xursandman. Sizlarning so'nggi umringiz juda ham zo'r bo'lishiga ishonaman. Yuringlar, endi hech qanday qamoq mavjud emas. Endi biz mazza qila olamiz. Menga qo'ling tekkizma. Hey, jahldor men, sen endi boshqa olamdasan. Quvnab oldingin. Qo'yil. Nahotki sen hali ham yig'ish o'g'lasan. Ular g'alati aks to'sh ekan. Mayli, men shunchaki hazillashdim. Sen momoda senga o'xshagan yana bir maxluqni uchratmadingmi? Yo'q, men sizlardan boshqa hech ko'rganim yo'q, lekin yo'q, kimdir yo'qolib qolibdi. Menimcha bu aniq Buyuk Sans va uning do'st odam uchun bo'p bo'lgan ish. Lekin u qayerda ekan-a? To'sa yaqinda buzilgan bo'lsa, Cross topish qiyin bo'ladi. U istagan joyda bo'ladi. Uni topish yagona yo'li.
hech narsa qilmaslik. To'xta, sen bu yerni xuddi mening so'rdim kabi yo'q bo'lib ketishini kutyapsanmi? Menimcha odamlarning shahrida bo'lsa kerak. Qani ketdik? Tezroq tugataylik. Nima? Qirolicham, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Sen odam sog'lig'ingizdan juda xursandman. Bir maxluq barchaga hujum qilyapti. Uni boshqarib bo'lmaydi. Men shunchaki yordam bermoqchi edim. Alfiz uni to'xtatmoqchi edi. Papyrus meni jangdan to'xtatdi. Mening akam? Bolakay, to'xta. Men ham ketdim. Ketdik. Men Cross'ni yutishim yo'lini bilaman. Tezroq ketinglar bu yerdan. Yo'q, sen shunchaki keta olmaysan. Bu olamga sizlarning qo'rquv va qo'rquvingiz kerak. Bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti? Buning tarixi uzun. Bu o'qa do'stim demoqchi edim. Yana senmi? To'xta, nega sen bunday qilyapsan? Kimdir senga yomon narsa qildimi? Bilaman, Cross. Bu olam, bu tinchlik va aholisi sening avvalgi olamingga juda o'xshaydi. To'g'rimi? U hali ham mavjud, ammo uning bu ishlardan so'ng uni qaytarish niyatim yo'q. Sen avvalgi olamingni qaytarmoqchisan, ammo ularning olamini olib emas. Enik, senga bularni kim aytdi? Sen men haqida hech narsani bilmaysan. Men o'zimning mukammal olamni qaytarishim uchun bu yillarni o'lyapman. Sen meni o'sha Gaster bilan qo'rqita olmaysan. U mening olamimda bo'lmaydi. Chara mendan aqlliroqdek bo'lmoqchi endi, ammo endi men bu tananing egasiman. Men sizlarni yutishim uchun ham uning yordami kerak emas. Cross, sen adashyapsan. Sen bu ishing vaqtinchalik sening olamingga yasab bo'lmaydi. Sen sabab boshqalar azob tortishi mumkin. Sening olaming endi yo'q, kechir. Demak, sababi shumi? Sening uying yo'qmi? Menda fikr bor. Hozir tepamiz bu esa do'st va yagona uy topish uchun hech qachon kech bo'lmagan degani. Men hammangni yomon ko'raman. Negadir juda oson bo'ldi. Chalganda urush kerak degan edim-ku. Bu yaxshi reja bo'ldi, Sans. Bu meni fikrim emas, kimdir menga aytgan edi. Bechora, uni tezroq davolash kerak. Bu yaxshi fikr emas. Yana boshqa olamlarni birlashtiryaptimi? Yana nimani boshlading, suyakbosh? Hech qanday narsani boshlaganim yo'q. Biz hoziroq ketamiz. Sans,
bunisi. O'zing yuraging tezroq qaytarib ol. Mayli. Hoy, biz unga yordam bermaymizmi? Yo'q, sen hozirgina juda katta xato qilding. Salom. Meni uyg'otganingiz uchun rahmat. O'z tanamni ancha sog'ingan ekanman. 95% bo'lsa ham. Kross juda ham sodda edi. Uning boshqarish juda ham oson, to'g'rimi? U meni qayta olmaydi deb o'ylar edi, lekin mana men. Chara? To'xta, senga nima bo'ldi? Meni qayta ko'rib qo'rqib ketdingmi? Sen uning boshqargan ishini tez tugatishni istarding, to'g'rimi? Eski do'stim. Enik, u nimani aytyapti? Nima bo'ldi? Ular qani? Chara, sen ham xuddi Krossda ish qilyapsan-ku. Buni bas qil, yoki men senga hujum qilaman. Bunchalik emas, yo'qolam hozir to'la kuchda. Hamma o'zi uchun yaxshi uy tanlagan, men esa shu yerni tanladim. Sen bu olamlarni himoya qilib, o'z vazifangni bajara bilding, Enik. Endi esa sendagi bir yashirin buyumni sendan olsam. Yo'q. Sendagi umidsizlik qaranglar, u juda ko'p. Bu olam sizlarning biringiz yo'q bo'lmagunizcha yo'qolmaydi. Uchtangizdan bittangiz yo'q bo'lishingiz kerak. Endi tan ol. Eng yaxshi hikoya doim qon va yig'i bo'ladi. Bu olam endi mening olamda yaxshiroq bo'ladi. Agar bilmay o'ldirib qo'ysam, xafa bo'lmanglar.